Hammaga salom do'stlar. Sizlarga men PUBG Telegram kanalini tavsiya etmoqchiman. U Telegram kanalida har yakshanba kuni 9:00 da kechasi lobbilar bo'lish haqida ovozlar aytiladi. U lobbida qatnashish uchun sizlar King Yars klaniga a'zo bo'lgan bo'lishlaringiz kerak. Bu yerda yutganlarga birinchi o'ringa 1000 ta populyar, ikkinchi o'ringa olmos, uchinchi o'ringa moto beriladi. Tezroq bundan foydalanib qolinglar. Har yakshanba kuni kechasi soat 9:00 da lobbi bo'lib o'tadi. Livikda birinchi to'padin olgan odamga 1000 ta populyarnost, top 2likka kirgan lekin o'lib ketgan odamga olmos, top 3likda top 3likka kirib birinchi bo'lib o'lib ketgan odamga moto beriladi. Xullas gaplar shunday. Bu yerda hammasi noqonuniy emas. Agar yutsanglar populyarnost albatta beriladi. Shuning uchun bu kanalga qo'shilishinglarni tavsiya etaman.